Yo do'stlar, siz eng mashhur Real MMA kanaldasiz. Bu kanalda so'nggi MMA va boks yangiliklari birinchilardan bo'lib sizlarga uzatilinadi. Obuna bo'lib qo'yishni unutmang. Biz boshladik. Shahram G'iyosov Aleksandr Usik bilan bir karta chempionlik jangini o'tkazadi. Xorijiy ommaviy axborot vositalari o'zbekistonlik professional bokschi Shahram G'iyosovning navbatdagi jangi bo'yicha ma'lumot berdi. Unga ko'ra, yarim o'rta vazn toifasida faoliyat olib borayotgan hamyurtimiz 23-may kuni Misrning Giza shahrida tashkil etiladigan Prof Box oqshomida ringga ko'tariladi. G'iyosovga o'sha kuni britaniyalik 32 yoshli tajribali Jek Ketterl raqiblik qiladi. Bellashuv WBA regulyar chempionlik kamari uchun o'tkaziladi. Boks oqshomining asosiy jangi ukrainalik super og'ir vazn chempioni Aleksandr Usik va Riko Verhoeven o'rtasida kechadi. Ma'lumot uchun 32 yoshli Shahram G'iyosov Prof Boxda hozirga qadar 17 ta jang o'tkazib, ularning barchasida zafar quchgan. Ketterl hisobida esa 32 ta g'alaba, 2 ta mag'lubiyat mavjud. Assalomu alaykum do'stlar. Janag'day video ko'ryapib, boks ko'rib qoldim, Adilxonning boksin. Anan girsem Shaqchaqon Ergeshev degan boksyor bola ekanda, o'zi reально kuchli bola ekan. O'zbekistonda bokslashib yurgan odam ekanda, professionalniy. Соперниги Hinduslar ko'yib ketgan hozir hujurda. O'sha O'zbekistonga kirgan Hindustonlar kelib, olib kelib urib olibdi-da. Anan hech kim O'zbekistonda chiqib chiqmaydi-da, nega Shaqchaqon Ergeshev shunday urdi deb. Хотя бы meni olib borsa, men greplermin, men мощный boy ko'rsatib bermoqman. O'sha Shaqchaqon bilan urishsam, мощный boy ko'rsatib bermoqman. Любое время Заряжен, да? Да, любое время. Главное это. Nima главное? Уходить все. Конечно, uxlashib qolasang hozir chiqaman, вообще farq yo'q. Готов, братан? Menga o'zbekcha gapirov, brat. Все. Arnurjon bilan kichkinagina kelishmovchiligimizni qism-qismlarini ko'ryapsizlar internetda. Mendagi videolar chiqib ketadigan bo'lsa, yaxshigina meni ham boshimga, ko'pchilikning boshiga balo bo'lishi mumkin. Shuning uchun menda videolar bor, ko'ngillar to'q bo'lsin. Nima deydi? Kichkinagina sabr faqat. Bo'yda o'tkazib olavering hozir. Bo'y oldi muammo hech kimga kerak emas. Shunaqa gaplar.